Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Karshga kovlashni boshladik. Xudo xolasa mana Xirmonga ham yetib keldik bugun. Bugun 1-iyun. Bolalarni himoya qilish kuni ekan. Himoya qilib turibmiz bolalarni. Ish qilmanglar sizlar dedim. O'shaning uchun mana bugun karshkalarni kovlayapmiz. Xudo xolasa bu yog'i yaxshi ketuvimiz. Mana shu men 5 qator olaman. Mana bitta tutdan. Mana shu mana 5 ta olaman, 5 qatorda olaman-da. Shunga ertaga ko'rsataman. To'g'ri nima qilib ketib, kechki payt. Bugun mana kechki payt 1-iyun. Ertaga ertalab nima yana olamanda 3 qator. Keyin kechki paytga mana Jga nima ekaman. Qalampir ko'chat ekaman Jga. Katta olmayman-da shu har kunligini bir kunlik o'zimga yarashasini olib, har kuni olib ertaga ko'rsataman o'sha nima nima Jga. Qalampir ekan. Bo'ldi mana 1 2 3 4 5 qator oldik mana. 5 qator olyapman hozir. 5 qatorga 5 qator nima tushadi? Qalampir ko'chat tushadi. Abitdan keyin xudo xolasa ertaga ekaman o'shani Jga mana bir yo'la tayyor qilib ketyapman mana. Suv ham qo'yilmaydi, chovilmaydi ham. Buni shunday qolamizda. Mana. Shunday qilib shunda endi buni oshiq olmasa kerak. Buni oshiq olsa bilmadim men. Sizlar aytinglar, bizniki oshiq bo'ladi. Bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deysizlar. Mana shunda endi oshiq. Buni oshiq olmasa kerak. Mana buni 23-fevralda ekkandim mana shu karchkani. 23-fevralda ekkanman. Mana bugun 1-iyunmi? Xudo xolasa bo'ldi mana. Bugun bo'ldi mana. Mana shunda endi boshqa oshiq bo'lmasa kerak. Buni satropka qilaman-da. Nima edi? Bozor bob. Mana bozor bob qilamizmi unaqalarni mana. Mana bular bozor bob deyiladi o'rtoqlar mana. Anaqa qilib satropka qilaman-da. Bir yo'la urug'ni ham olib qo'yaman, urug'ini ham. Urug' buni nima edi? Qizil sariq karchka dedi. O'zimizning Jaydari karchka bu, sariq. Shirin karchka bo'lar, qora Rossiyan karchkasi emas. Bu o'zimizning karchkamiz. O'zbeklarda sariq karchka deya, qizil karchka, sariq karchka deyadi. Xuddi ana shu urug'dan o'rtoqlar. Jaydari o'zimizniki shu. Mana shu Yaşıqlarni olib kelsalaring. Yaşıqni olib kelsalaring. Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana kartoshkani olishni boshladik. Hozir buni bir yo'la mana shu yerda olganimizdan keyin biz sartarovka qilamiz. Mana bunday bir xillarini, mana shu kattalarini, bozor boplarini alohida mana alohida qilib solamiz. Mana bular bozor boplari. Mana iriklari alohida bo'ladi. Mana shunday qilib solamiz. Yana bitta yashigimizga mana bir xilda yana standartli mana bunda bularni bu yoqqa solamiz mana. Mana bu olinadiganlarimiz urug' ham bo'ladi. Mana shular. Mana bular bu yoqqa bo'ladi. Yana keyin maydalarini alohida qilib bularni mana yana bitta yashikka solamiz. Mana bularni. Ularni ham ro'zg'orga birinchi bo'lib shularni ishlatib o'ramiz. Qaynatiladi, har xil piroylar qilib yeyiladi, kotletlar qilinadi. Bu mana shunisi ham biz hech qachon nima uvol qilmaymiz. Mana
Endi baribir kartoshka bir xilda sarxil bo'lib chiqmaydi. Uni o'ziga yarasha maydalari ham bo'ladi. Nimasi bu? Bizniki o'sha sariq, shirin kartoshka. Bu o'zimizni jeydari kartoshkamiz. Biz haligi nimanikidan chet davlatda o'sha qora kartoshkasidan yo boshqa narsadan ekkanimiz yo'q. Faqat buni o'sha necha yildan bir mana shu urug'imizni almashlab ekish orqali har joyga almashlab ekyapmiz. Bu yerga ekkan bo'lsak, yana yili nariyoqqa ekamiz. Ana shunaqa qilib joylarda almashtirib ekaveramiz. Ana o'shandan keyin hosili yaxshi bo'laveradi. Biz yili mana shu bahorgacha shu mana shu kichkinasi ham mana shunaqa mana u kichkinasi ham hech qachon bujimrayib qolmagan. Shu holatida saqlaydi. Shu holatida saqlaydi. Buni natijasi biz go'ngni oldinroq tashab, bu yerda nima qilib olamizda, o'g'itni sal kamroq beramiz. Unaqa haligi mineral o'g'itlarni kam beramiz. Yaratma qilib beramizda, o'shaning uchun hech qachon bu nima bo'lib qolmaydi. Bujmaydi ham, haligi nima holatga ham kelib qolmaydi. Ketmamini olamiz. Iloji boricha chuqurroq uramizda, nima bo'lib hali kartishkaga tegib qolmash kerakda. Kartishka tegib qolsa, nima edi? Zahar edi shu mana haligi chirib qoladi. Mana hurmatli obunachilar, mana busi o'sha iriklari. O'shani bozorboblari. O'sha mana busi uruqqa, men shunday qilib uruqqa olaman yilda. Mana shu holatda yashikka qo'yib qo'yamiz uruqqa ham. Mana busi ro'zg'orbopi, mana ro'zg'orbopi. Mana bular ro'zg'orbop. Bularni alohida joylaymiz. Yashiklarga solib kirganimizdan keyin alohida bularni nimaga qo'yamiz? Unisini alohida to'kamiz, bunisini alohida to'kamiz. Mana bunisini yashiklarda shundaycha yashiklarda bo'laveradi, yashikda turaveradi bu uruqlari. O'zimizga yarasha yilda 10 ta yashikda oladigan bo'lsak, o'sha 10 ta yashikda olib qo'yamiz. Ana shu o'zimizga yetadi. Hurmatli obunachilar, endi mana kartoshka olish jarayonini ko'rsatdik. Ertaga o'sha kartoshkani o'rniga qalampir ko'chatini olib chiqamiz deganmiz. Ana o'sha qalampir ko'chatini olib chiqayotganda mana yana yozdi ertaga ikkinchi kuni bo'ladi. Mana bu birinchi kundan boshladik biz kartoshkani. Mana ikkinchi kuni sizlarga yana o'sha ko'chat o'tkazish jarayonlarini ko'rsatamiz. O'sha ekinni o'rniga qo'yiladigan. Hammalaring bilan yaxshi kunda uchrashaylik, salomatlikda uchrashaylik. Hammalaring sog' bo'linglar. Like bosinglar. Yana birga ko'rishishlikda Alloh nasib qilsin. Xayr hammalaringga.